Hammaga assalomu alaykum PUBG xizmatlari. Bugungi videomizda biza PUBGda grafika o'rnatish va FPS ni ko'tarishlarini o'rganamiz. Undan oldin like bosib obuna bo'lib qo'ying. Uzr, bir-ikki kun video chiqmay qoldi. Uzr, o'shaning uchun mana bu yerga karta raqamini qo'yib qo'ydim. Shunga donat qilishingiz mumkin. Qani bo'lmasam, ketdi bolalar. Bolalar, sizlarga birinchi nastroykani ko'rsatsam. Bu nastroyka esa grafikani ezamiz va birinchisida yaxshilangan grafika turadi. Bunda faqat grafikaga e'tibor bersa FPS pastroq bo'ladi. Mana hozir ko'rsataman, qaranglar. Mana grafika yorug', lekin FPS pastroq, ortiqcha qatishlar bor, ko'ryapsizlar? Endi bu grafikada o'ynaydiganlar uchun. Keyingisi bor, bu mozanlashtirilgan grafika. Bunda faqat ikkoviga ham anaqa berishgan. Ikkovi ham o'rtasida. Masalan, FPS ham bir xil, FPS ham o'rtacha, grafika ham o'rtacha. Endi keyingi nastroykaga o'tamiz. Bu keyingi nastroyka esa o'z yaxshilangan kadrlar chastotasi. Bu g'irt FPS ga tupurib qo'ygan, to'g'risini aytsam bolalar. Nimaga aytsangiz, bu FPS umuman yoqtirmaydigan chastota. Shuning uchun bu faqat grafikaga e'tibor berishgan. Endi bu grafika o'ynayuvchilar uchun. Keyingisi bor. Bu keyingisi esa moslashtirilgan. Bu hamma o'z nomi bilan moslashtirish. Moslashtirish deysizlarda. Maniki hozir sumatda janglar turibdi, lobby turibdi va hub turibdi, keyin uy turibdi. Janglar degani birga bir TDM boshqa har xil o'ynaydiganlaringiz. Keyingisi lobby turibdi. Lobby anaqasida turgan, ekraningizda turadiganni. Keyingisi bor, hub bor. U hub, hali o'z bilasizlar hub nimaligini. Lekin men ko'p o'ynayman hubda, bo'lmaydi hub. Keyin uy turibdi. O'zingizni uyingizda, do'stlaringizning uyidagi grafikalar ko'rsatib beradi. Men hozir sizlar qancha anaqa bo'lishini hozir ko'rsataman. Menda FPS 30 FPS gacha bor ekan. 20 FPS, keyin 25 FPS. U quvvat tejashi 20 FPS, va o'rtacha 25 FPS, keyin oxirgisi yuqori bu 30 FPS. Va kimdir telefon qoldi, uzr bolalar. Garochi shunaqa gaplar. Endi sizlar o'zingizga moslashtirib oling. FPS sizga ko'p odamga FPS yoqadi, shuning uchun Ravonga qo'yib olasizlar. Hop, yana telefon qilyapti, asab tuziyapti. Mayli, birinchi bo'lib qarangizlar, men hozir uyda turibman. Hozir men hubda turibman, hubda Ravonni bostirib hammasini yuqori qo'yaman. Menga FPS ko'proq kerak. Uyda faqat FPS aniq bor ekan xolos, grafikasi bor ekan xolos. Keyin janglarda sizlar super Ravon yoki Ravonda sizlar anaqa chiqadi. Har xil narsalar chiqadi. Necha FPSligi? Menda 30 FPS gacha bor mana. Jicha qachish bo'ladi. Keyin ana nimaga aytsangiz menda telefon qilishyapti. Shuning uchun jicha qachish bo'ladi. O'rtog'im meni chaqiryapti. Birga bir o'ynaylik deydi. Kerakcha shunaqa qilib o'ynayverasizlar. Jicha qachish bo'lyapti. Uzr bolalar. Mana bo'ldi. FPS ham ko'tarishni o'rganib oldingiz. Obuna bo'lib like bosib qo'ying. Qana bo'lmasam, kerakchi xullas, botlar hamma narsani tushunib oldingiz degan umiddaman. Karta raqamini qo'yib qo'ydim matga. Xullas, botlar, yaxshi dam olinglar va like va obuna bosib qo'yishni unutmang. Keyingi videomiz mana bu yerda yondagi joystick haqida bo'ladi. Joystickni ko'p odam ishlatishni bilmasa, ishlatishni biladi ko'p odam. Lekin bitta narsasini qanday necha gradus kattaligi, necha santimetr bo'lishini sizlarga ko'rsatib beraman. Xullas, botlar, obuna bo'lib like bosib qo'ying. Ertaga ham video chiqadi. Kerakchi